Baxtiyor aka nima qilyapsan endi aka? Kemani ruli keluvdi, sinib qolgan ekan. Qayerga singan aka buni? Kema deganda BMW kemasi. Hmm. Mana shu o'rtasidagi narsa mana bu narsa sinib alyumindan bo'lgan, uzib tushib ketgan. Men hozir buni yasab 5 ta shurupka olyapmiz. Xudo xohlasa qochishlari cho'tki bo'ladi, baqvat bo'ladi. Birga bir tushyapti shunday shuruplar. Buni ichida ham bir ko'rsatamiz. Bu yoqda rulni o'qini qotiradigan joyi uzilib ketgan. Bu ko'p mana shu rullarda uchadigan holat. Malibu'dami, Mersami, BMW'dami nozik bo'ladi, o'ziniki sinib ketib qolgan. Joyida qolib ketgan, rul o'zi chiqqan bu yoqqa. Hozir shunda Baxtiyor akamiz buni o'zi отдельно detaldan yasagan. Hozir qochishlari ham baqvat bo'ladi. Bu zavod holatidan baqvat bo'ladi, xudo xolasa. Bu qaysi nima detaldan yasadingiz aka buni? Mana bu detal. Oho, Bundan seroq. bundan nima deysizlar akalar? Bu qanchaga chizildi mana shu narsa? Kommentariyaga yozib qo'yinglar, fikrlar kimga shunaqa toker xizmat ishlari kerak bo'lsa, Baxtiyor akaga aloqa chiqib ko'rasizlar.